Bu uyga men sotildimmi? Siz ham sotib qo'ydingizmi? Uf, nimaga belgilab qo'ymaysiz? Belgilab qo'yish qiyinmidi? Hozir sizda boshidan gap eshitamiz. Shunda hozir bitta ikkita odamni sotib qo'ydingmi? Nimaga smetadan katta farq bilan chiqib ketyapsizlar? Kompaniya kasod bo'ladi-yu bunaqada. Bilmadim, bank noto'g'ri hisoblashgandir. Nimaga omborda shuncha qurilish mollari turib, yana qurilish mollariga pul chiqaryapsan? Sen pulni ortiqcha sarf qilayotganingni, isrof qilayotganingni, muzlatib qo'yayotganingni bilyapsanmi? Ha, tushunmayapman. Ta'minotchi senga qurilish mollari uchun pul chiqarganini aytganmidi? Ha, Telegramda yozib yuborgandi. Uzr esimdan chiqib qolibdi, hozir chiqarib yuboraman. O sana deb qurilishga kechikyapti. Qanaqa mas'uliyatsiz bo'lasan? Nima his qilib o'tiribsan? Qurilishda muammolarcha ezvordi. Boshim achib ketyapti. Shunga ham siqiladimi? IQ bor-u. Nima u? Hop, IQ hozirgi zamonda seni biznesingga eng kerakli bo'lgan tizimlardan bittasi. Bu orqali sen mana qurilishingni bemalol nazorat qila olasan, bemalol tizimlashtirsang ham bo'ladi. Qanaqa qilib? Ketib ko'rsataman. Bu yerda uyi sotilgan, sotilmaganligi yoki bron qilinganligini hozirgi vaqtda shundoq ko'rib tura olasan. Bu degani bitta uyi ikkita mijozga sotib qo'yishingni oldini oladi degani. Zo'r-ku. Har bitta ish jarayonida smeta bo'yicha qayoqqa qancha material ketayotganini ko'rib, nazorat qilib borsang bo'ladi. Bu degani natijada qurilish toza reja bo'yicha bitadi. Ya'ni smetadan chiqib ketilmaydi. Gap yo'q lekin. Ombor bo'limi orqali buyurtma berishingdan oldin omboringda qaysi mahsulotingdan qancha borligini aniq-tiniq ko'rib tura olasan. Bu degani bor mahsuloting ustiga yana zakaz berib turib, pulingni muzlatib qo'ymaysan-da. Menga yoqyapti lekin. Moliya bo'limida sen hamma kirim chiqimlar, ya'ni ta'minotchi, xodimlar, ustalar, qo'shimcha xarajatlar va hattoki mijozlaring bank orqali uy uchun to'lov qiladi-yu, o'shalarni bemalol nazorat qilib ko'rib tura olasan. Zo'r ekan-u. Endi men ham IQdan foydalanaman. Agar siz ham qurilishingizni tizimlashtirish istagida yurgan bo'lsangiz, shunchaki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.